Insonlar xohish va maqsadlaridan ko'ra qo'rquvlari va istamagan narsalari haqida ko'proq o'ylaydilar. Bizni har kimga o'ylarimiz naqadar qudratga ega ekanligini bilsak edi, anchagina umrimiz sifati oshardi. Misol keltiraman. Baxtli bo'lishni istaysizmi? Lekin nimalar haqida so'zlashamiz? Baxtsizlikdan shikoyat qilish bilan ovoramiz. Boy bo'lishni xohlaymiz, lekin negadir yo'qchilikdan nolish bilan umr o'tkazamiz. Ko'ryapsizmi? Vaziyatlarni biz o'zimiz yanada og'irlashtirayotganimizni. Nahot Robbimni qasamki, agar shukr qilsangiz, albatta sizga ziyoda qilurman degan va'dasi vafosiga ishonmasak. Shukr nimadan boshlanadi? Bilingki, nimaga ko'p e'tibor qilsangiz, fikr-xayollar bilan band bo'lsa, agar xayollaringiz shuni ko'paytirasiz hayotingizda. Agar maqsad va orzularingiz sari bo'lsangiz, sababiyatini qilishni unutmang. Natijasini ziyodasi bilan berguvchi zot bor. Hali shunday kun keladiki, duolaringiz ijobatidan hayratda qolasiz. Shukrini ado qila olarmikinman deb baxtdan yig'laysiz. Hali shunday kun keladiki, saxovatli boylar qatoridan bo'lasiz. Bugungi muhtojligingiz ertaga saxovatpeshalar qatorida bo'lishingiz uchun xizmat qiladi. Shuning uchun tushkunlikka tushishga shoshmang. Hali shunday kun keladiki, orzularingiz ushalganida o'tmishdagi sabrlaringizga o'zingiz tasanno aytasiz. Nahot toqatim yetdi, nahot barchasi ortda qoldi deb. Hali shunday kun keladiki, sizni qo'l bilan ko'rsatganlar sizga qarsak cheladilar. Yaratgan mo'jizalarga qodir zot. Barchasi bo'ladi. Faqat buguningiz uchun qalbdan rozi bo'ling. Shundagina ishonchga to'la duolar ijobatini ko'rasiz albatta. Odatda insonni eng ko'p kutadigani bu mehr. Yaqiningizdan iliq so'z aytsak-ku deb kutasiz. Yana kimdir holingizni so'rasa, kimdir birinchi bo'lib qadam tashlasa, keyin javob qaytarasiz. Lekin mehr savdo emas. Men senga, sen menga degan hisob-kitob qilgan. Mehr shartsiz beriladigan ehson. Shuning uchun men mehrni nimaga beryapman? Qaytishi uchunmi yoki yaratgan rizoligi uchunmi deb o'zingizga savol bering. Mehrni kutib emas, berib yashagan ayolning qalbi boshqacha bo'ladi. U mehr berish orqali qadrsizlanishdan hech ham cho'chimaydi. Chunki u bandasidan emas, Robbisidan javob kutadi. Ona bu borliq. Ona butun olam. Ona bu eng iliq qo'llar, bu xotirjamlik, cheksiz mehr. Yillar o'tgan sari ona, onajon, oyijon degan so'zni boshqacha qadriga yetar ekansan inson. Ulg'aygan sari bu so'zga juda ham muhtoj bo'lib qolar ekan har bir inson. Qani endi vaqt ortga qaytsa-yu, ana o'sha jajji qizchaga aylansang, bolachaga aylansang, tizzalariga bosh qo'ysang, so'zsiz tushunadigan mehr ummonidir ona. Sog'inar ekansan odam. Inson ulg'aygan sari shunchalar onaga muhtojlik kuchayib boraverar ekan. Hayratlanarsingiz bilasizmi nima? Sevgan yoring, jigargo'sha farzanding, hatto eng yaqining mehri ham mana shu bo'shliqni qalbdagi to'ldirmas ekan. Ona hech qachon ranjimasin, bu gunoh, bu mumkin emas. Chunki u ona. Robbim oyoqlari ostiga jannatlarni tashlagan buyuk siymo. Siz mening onamsiz deb bag'riga bosh qo'ying, yuzlariga termuling, hatto shu nigohlaringiz uchun ham Robbim sizga ajr savoblar beradi. Har kunni g'animat bilaylik, shoshiling, onangizga mehringizni izhor eting. Agar ijozat bersangiz, dilingizdagi so'zlarni men yetkazay. Ona, men sizni judayam yaxshi ko'raman. Meni dunyoga keltirgan farishtam sizsiz. Bir parcha go'sht holimdan oq yuvib taragan mushtparimsiz. Xafa qilsam, darrov kechirgan mehr daryoyim. Sizni hech kimga alishmayman, chunki siz hech kimga ozor bermaydigan zotsiz. Sizni yaxshi ko'raman onajon. Ba'zan yo'q, bormaysan yoki mumkin emas desangiz, men noshudsiz haqingizda onam doim qattiqqo'llik qiladilar. Meni tushunmaydi deb xafa bo'libman. Bilmabmanki, bu so'zlar ortida aslida xavotir, meni yomonlardan va noxushlikdan asrash, avaylash hissi borligini. Bu kabi yana ko'plab o'zim bilmay sizdan xafa bo'lganlarim sanog'i yo'q. Kechiring onajon. Aslida men sizni tushunmabman. Men ham mingdan ming sizdan roziman.
Afsuski, sizning so'zlaringiz biz farzandlarga oradan yillar o'tib yetib kelarkan, meni jannatim sizni poyingizda. Bir ayol doimo qo'llari duoda, tili zikrda ekan. Yaratgandan birgina iltimos bilan ibodatlarida doim duo qilar ekan: "Ya Robbim, qalbimga xotirjamlik ber, halovat egasi qil mani" deb. Lekin o'zi esa har kuni rostini aytdim-ku deb kimnidir qalbini achchiq gapi bilan og'ritib qo'yayotgani sezmas ekan. Yana kimnidir men haqliman deb kechirmas ekan. Doim nimaga unda bor, menda yo'q deb o'zgalarning hayoti bilan o'zini solishtirib nolishni qo'ymas ekan. Xullas, bir so'z bilan aytganda kimnidir qoralar, kimnidir kamsitar, kimnidir kechirmas ekan. Bir kuni u olim bir kishini huzuriga borib so'rabdi: "Taqsir, nega duolarim qabul bo'lmayapti? Qalbimda sakinat yo'q" deb savol beribdi. Olim sokin ovozda javob beribdi: "Sen xotirjamlikni Allohdan so'rayapsan-u, lekin o'zing uni o'zingdan yiroqlashtiryapsan. So'zlaring bilan qalb sindirasan, g'iybat bilan barakangni o'chirasan, kechirmaslik bilan yuraklarni zanjirlaysan. Qalb xotirjamligi axloq bilan, amal bilandir. Endi o'zing bir tafakkur qilib, javobni o'zingdan qidir" deb javob beribdi. Ayol uyiga qaytib birinchi marta duo qilibdi: "Ya Robbim, nafaqat xotirjamlik ber, balki uni saqlab qola oladigan qalb ber. Tafakkurimga kuch ber, idrok ber" deb. Ota-ona davrida farzandlar bir-biriga har narsani ilinib turadi. Hatto bir necha kun bir-birlarini ko'rmay qolishsa, ichkib kasal bo'lib qolgan holatlar ham uchraydi. Ulg'aygach esa turli nizolar. Jigardan birovga shikoyat qilib bo'lmasa, ularni majburlab o'zingizga muhabbat, mehr so'rab ola olmasangiz, yetti yot begonalar sizga muruvvatli bo'lsa-yu, jigarlaringiz befarq bo'lsalar, bundan og'riqroq narsa yo'q. Har bir ona farzandlariga umr tilash bilan birgalikda ularni bir-birlariga oqibatli bo'lishlarini ham Yaratgandan astoydil so'raydi. Har birimizda onamizning parchasi bor. Shuning uchun bo'lsa kerak, biz jigarlarimizni sog'inganimizda ularni vujudidagi onamiz bizni chorlasa kerak-da. Eslang, rostdan ham har safar og'aynimizga yaqinlashganimizda ota-onamizni his qilamiz. Jismi jonimizda nimadir eriydi, yuragimiz yumshaganday bo'ladi. Demak, biz opa-ukalarimiz emas, ular vujudidagi onamizni topamiz. Tug'ishganlarimizni emas, ular jismidagi onamiz rizoligini olamiz. Tashrifimizdan jigarimiz jismidagi onamiz ruhi shodlanib bizni quchsa kerakki, biz ajabtovur yayrab, yengillab ketsak kerak. Jigar bag'rlardan yiroqlashmang. Bu satrlar muallifi rahmatli adibamiz Tursunoy Sodiqova.